Qilchvoy elidan xudo xolasa bir 3 etajli bino chiqaryapmiz. Borimiz maktab, bog'cha, repetitorlar uchun mana shunday o'quv markazi uchun zo'r qatib ketadigan binomiz xudo xolasa sotuvga chiqyapti. Manzillarini, hamma narsasini tushuntirib o'taman. Undan avval siz YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Layklarda ayamaysiz degan umiddamiz. Biz bo'lsa videoni davom etamiz. Manzilimiz Mang'itdan keltirganimizda Qilchvoydan sentrdan kelib, ya'ni hozir uzatilayotgan ko'pirdan o'tganimizdan keyin paxta punktiga yetmasdan mana shu 3 etajli binomiz sotuvga qo'yilyapti. Umumiy maydoni 1000 metr kvadrat, 10 sotik. Ikki tarafida ham qo'shimcha kirish joylari bor, ya'ni pojarniy xodi bor. Bu ham binoga tegishli hisoblanadi. Podvoli birinchi, ikkinchi etajlari mana ko'rsatsa bo'ladi. Podvoldan 220 balandligi. Mana shu holatda xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Sizlarni endi bir qator podvoli bilan tanishtiraman. Endi burimizda polniy o'quv markazi, maktab, bog'cha, har xil biznes uchun zo'r qatib ketadi. Burimiz podvol ko'rsatsa bo'ladi, chegalar bilan ko'tarilgan, to'liq montaj qilingan. Ko'rsatsa bo'ladi, plitalar, fundamentlar va podoshkalardan ham zo'r etib qurilgan bu yerda. Hech narsa materialdan pul ayolmagan. Buyamizni ko'rsatsa bo'ladi, ikkinchi tarafi. Mana shunday holatda. Endi sizlarga keyingi kanallar bilan bir qatorda tanishtirib o'tamiz. Bo'rimizga to'qlari hamma narsasi kelib turibdi. Hech narsadan muammosi yo'q. Materiallardan hech qanday pul ayolmagan, zo'r etib ishlanilgan. Bo'rimiz birinchi xonasi ko'rsatsa bo'ladi. Bu xonamiz hozirgi kunda magazin, avtoaksessuar magazin hisobida foydalanib o'tiribdi. Agar xohlasangiz sotib olganingizdan keyin bu yerda arenda o'tirg'izib qo'ysangiz bo'ladi, yo bo'lmasa bo'shatib beramiz deyilyapti. Orqa tarafida eshiklari bor, keyingi xonaga ham eshiklari bor. Ko'rsatsa bo'ladi eshiklar. Bu yamizdan bir qator tanishtiramiz. Bo'rimizdan ikkinchi etajimizga chiqib ketsak bo'ladi. Yana bir mana shunday zal ko'rsatsa bo'ladi. O'quv markazi bog'cha uchun qatib ketadi. Orqa tarafida yerlari bor. To'liq foydalanishingizga bo'ladi. Polniy tepli pol qilingan. Ishlatib ketaversizlar bo'ladi. Birinchi etaj polniy tepli pol bo'lingan deb aytiladi. Bo'rimiz ikkinchi etaji ko'rsatsa bo'ladi. Bu yerimiz plashatka, bu yerimiz xonalar uchun eshiklar qoldirib ketilgan. Endi o'zingiz bir qator o'rib xonalarga bo'lsangiz bo'ladi. Xo'p, ustki tarafimiz firma bilan yopilgan, usti lombas qilingan, shifer qilingan. Ulardan zo'r qilib ishlaganmiz deyolyapti. Bu yerimiz ham bir xonasi mana ko'rsatsa bo'ladi. Bo'rimiz ham balkon hisobidan ham, xona hisobidan foydalansangiz bo'ladi. Yo'lga qaragan ko'rsatsa bo'ladi meniki. Xo'p, bo'rimizning orqa tarafidan bir ko'rsatib o'tamiz. Pastga tushadigan eshiklar ham qoldirib ketilgan ekan. Bu yerimiz meniki orqa tarafi ko'rsatsa bo'ladi. Orqa tarafi fundamentdan aylanilgan, kranlari va nasozlarni bor ekan. Mana shu xudo xolasa binomiz sotuvga qo'yilyapti. Narx-navlari hammasi bilan tanishtirib o'taman. Bo'rimizning narxini aytishdan oldin siz YouTube kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bizlarga ham manfaatli bo'ladi. Qilchvoyda mana shunda binozda bir tanishlar bo'lgan bo'lsa, tez mana shu videoni yuborib qo'yamiz. Ya bo'lmasa, shunday Qilchvoydagi Telegram gruppalarimiz bo'lgan bo'lsa, tanishlaringizni mana shunday tashib yuborsangiz, kimgadir manfaatli bo'lib qolishi mumkin. Bo'rimizning narxini $75,000 aytilyapti. Yana aytishib, tortishib, kelishadigan yerlari bor. Uyning egalarining nomerlarini qoldiraman opsiyada. Bemalol kirib, telefonlashib, xudo xolasa baraka qilsangizlar bo'ladi. Dokument hamma narsasi soz deyilyapti. Umumiy maydoni 1000 metr kvadrat. Qilchvoydan mana shunday sentrdan, yo'lning bo'yidan mana shu xudo xolasa binomiz sotuvga qo'yiladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mang'it kanali bizni kuzatishda davom eting.